Menga ham rus tilini o'rgating, ko'rsatsangiz men qatnashardim. Rus tilini men unaqa ko'p so'zlarni bilmayman. Xo'p, men biladiganlarni sizga o'rgatishim mumkin. Привет, ya'ni salom degani. Men sizni polni ruschani bilasiz deb oldingizga kelib bir so'rayman nimanga ibi. O'z bilganlarni o'rgatasiz. Men ham boshlang qani. Shunaqa so'z ham bor. Привет deysizmi, nima deysiz? Salom deganim? Bo'ldi, davay. Как dela? Ishlar qalay deganim? Cho'zilib aytish kerak ekan-da. Как dela? Bu ishlar qalay deganimi? Bo'ldi. Tamom, ikkingiz yuzga o'ting qam. Здравствуйте, assalomu alaykum degani. Bo'lmasa привет, salom degani. Здравствуйте degani, assalomu alaykum degani ekan. Bo'ldi. Davom eting qam. Сколько вам лет? Ya'ni yoshingiz nechida deganim? Сколько вам лет degani, yoshingiz nechida degani. Rus bo'lib ketyapmanmi deyman. Davom eting qam. My name is Kaniza. Ya'ni meni ismim Kaniza degan. Shunaqa. My name is Kaniza. Ibi, oxiri bir ruscha o'xshamay qoldi. Inglizchami deyman. Demak, ruscha bilan inglizcha qo'shilmasa ham ruscha o'ylayganda. Endi bildim-da. Rahmat. Addushi, keyin darsda chaqirsangiz kelamanmi yana?